Assalomu alaykum. Aka sizlarda muayyan ish kunlari belgilanganmi? Hamma terimizga ketgan ish bo'lgan. Hammani chaqirgan, yana nima har kuni berilyapti deb hokimiyatdan aytyapti, boshqa qilyapti. Qayerga ketadi u? aytgan hokimiyatga. Yo, men shtabga biz telefon qildik. Bemalol borib olavering. Har kuni kecha soat deydi. 3 ga tugadi aytdim. O'z ko'mir yo'qmi? Nima ko'mir yo'q? Kecha soat aytdim 3 ga tugadi. Umuman ko'mir yo'q-ku. Narsani nima qilib, kameraga olaylik. Nozmini qaytma qildi. Katta karsima qildi. Bugun Kameraga qayerda aytib qo'yibdi? Ko'mirni o'zi yo'q-ku. Hokim bova qayerga qarayapsiz? Prokuror bova qayerga qarayapsiz? Ayting. Ko'mirxonada o'zi, ko'mirni o'zi yo'q-ku. İnsan zoti yo'q. Erkin narxi ham yo'q. Boshqasi ham yo'q. Qilish kerak-da bu ko'mir ham. Mana 4-kundan beri kelamiz, ketamiz. Men oktyabrdan beri kelaman. Qani bundan beri kelgan bo'lsangiz, bu oktyabrdan beri bu yerni bo'lyapti. 4-marta kelyapmiz. Endi boryapti. Kim bunga mas'ul? Inson omillik daxl qilmaydigan narsa, ya'ni bazaga kiritilish kerak bo'lgan narsada bizga aytilyaptiki, bir haftadan keyin kelasizlar, ochiratlaring keladi. Ochiratimiz kelgan kun, mana boshqa qancha ochirat bo'lyapti. Bizga payshanba kun kelasan deydi. Yana payshanba kun. Qachon? Bugun kelsak, mana aka hamma Termizga ketgan deyaptilar aka. Nima qilish kerak? Yo'q aka, qarorlar hammani yig'ishib bugun ketgan. Qachon internetga tashlarim mana shuni? Bir mas'ul odamlar bormi? Shavkat Mirziyoyev. Prezident bobomiz nima deyapti? Ha, shtat Qishol taradingni ko'r. Aholini ko'mir bilan ta'minla deyapti. Qayerga qarayapti bular? O'zbekiston xalqi e'rozga chapar. Hokimga Ibot Baxtiyorga telefon qilish kerakmi? Boshqa qilish, departamentga qilish kerakmi? Prokuraturaga chiqish kerakmi? Kimga chiqish kerak? Nima masala? men bilan siz darimizda hech kim eshitmaydigan bu. Oddiy xalqni ham bir tinglaydigan bormi? Tinglasin, eshitsin, mana Mirziyoyevgacha borsin. Shavkat bobo aytyapti, mana aholi ta'minla, elektr bilan, ko'mir bilan deyapti. Qani bu ishlar? Agar yuqoridan berilgan buyruq o'z vaqtida buyruq asosida bajariladigan bo'lsa, buncha muammo bo'lmaydi. Bo'lmaydi. Mana shu yerda ko'mirni borku, kechalari katta-kattasini terib borib sotishyapti shashlikchilarga, boshqalarga, biza kul olib ketyapmiz. Bunga kim mas'ul, kim qaraydi? Endi eshitib raislarni gaplashmoqlar. Raisimiz bilan boshqamiz bilan gaplashamiz, aytamiz. Nima muammo bu yerda, nima bir terib sotib kechasi o'z o'g'rincha. Mana yerda mashina kelsa bir kilometrga 800 ming. Ha, navbat pulga sotilganda. Ha, sotilib ketgan. Navbat 1 kilometrga 800 ming so'm. Ha, 1 kilometrga 800 ming deyapti. Bu nima? O'zini bu yerda texnikalar, aholilar egallab olgan deydi. Bu nima bu? Navbat ham pulga sotilgan. Pulga sotilib ketgan. Bazaga kirmagan deb Texnikamni olib kelsam, menga mumkin emas emish. faqat shu yerda turgan navbatdan mashina olish kerak, tamom. Boshqasi Ha, boshqa iloji yo'q. ortalmaydi. Bu sun'iy tuzilgan navbatda, bu atayin rejalashtirilgan. Rejalashtirilgan. Buni birovlar rejalashtirilgan. Kimnidir cho'ntagini o'ylagan. Kimnidir cho'ntagiga kiryapti. 800 ming qimmatda yo'l kiraga u. Ha, ko'mirni o'zi 360 ming, 345 ming. 800 ming yo'l pul bersangiz unga. Qoplamaydi. Ko'tarami uni. Birov ko'taradi, birov ko'tarmaydi. Uni ham chidaydigan bor, chidamaydigan bor. O'zingizni tanishtiring, buva. Men mana Denov fuqarosi. Men ochiq aydin aytaman. Mana shu oktyabr oyida kelganman. Ko'mirga mahalladan qog'oz olib kelib topshirganman, keyin bank. Qaysi mahalla? Surxon mahallasi. Surxon. Surxondaryo viloyati qaysi tumanga qaraydi? Denov tuman Surxon mahalla, ha? Surxon mahallasi. Topshirdim, keyin bankaga tushib qoldim. Ayolim keldi, meni pasportimni olib, qog'ozni olib ketish uchun. Bir tonnaga. Kelib odam mana shunday talpa
pasportumni yo'qotib bordi. Ayoli. Shu yerda. Pasportum chiqmadi. Serkopiyam bor, mana turibdi. Ko'rsataman. O olomonning ichiga u to'polonni odamni o'ziga qolmayapti ham shukr qilish kerak. Ana shuni ololmay mana hozir bugun keldim. Hurmatli o'rtoqlar, mana bir tonnaga deb mana yozilgan. Bir tonna. 10 oyga. Ha, 30. oktyabr Qachondan beri yotdi qara? Kelaman yo'q. Nima deyish kerak bularga? 800 ming, 1 million yo'l puli deydi. Bir narsani aytay sizga, Texnikamni olib kelsam, Ana o'zi kiritmaydi. texnika olib kelgan kiritib navbatda turgan majburiy tartibda pulga yo'q. Bir haqiqatni aytayda endi. Katta Qarshi mahallasidan shu bugun bir fuqaro suhbat asosida men suhbatlashib qoldim, aytayapti. Bo'lgan jarayonda 1 million 200 ming so'mga bilinmay qanchadir ko'mir olibdi. 3 xo'jalikmi, 4 xo'jalik bir mashin bo'lib 1 million 800 ming so'm mashinga pul beribdi. Ana shunday. Men oktyabrda kelganimda mana shu yerda pasport qabul qiladigan inson yo'l puliga ko'mirdan qimmat qiladigan inson hali ishdan ketdi deb eshitdim. Men Bansadan chiqib keldim. Ishdan ketdi. O joyiga yangi viloyatdan odam kelgan deyishyapti. Bola bilan bitta qizni qo'ydi dedi, u ketdi. Shunday mana fortishkani ochib, nimaga internetga chiqaryapsan deb menga qo'lni ko'tardi. Telefonni olyapti, nima internetga chiqaryapsan deb. Men seni internetga chiqarmayman dedi. Prosta mana yerda vaziyatni tushuntirib, mana o'g'limga, ayolimga tashab berishim kerak dedi. Ular ishonmaydi dedi. Ertaga dedi. Mana ko'mirxonani ahvoli mana shunday desam dedi. Hali-ku hokimiyat hammasi ko'rib turibdi dedi. Men bolalarım ham ishonmaydi dedi. Mahat bo'lishi mumkin emas dedi. Ana vaziyat deb men shularga ko'rsataman. Ko'mir yo'q. Ko'mirni o'zi yo'q mana. Yo'q narsaga vahima qilib, boshqa qilib ertaga kel, bugun kel. Yo shu yo'q narsada ham ochrat 10-oydan beri Yo'l kirasi falon. yo'l kira muammo. Sun'iy navbat. Ochratga turadigan transport vositalarini qo'yib, xohlagan transport vositalarini olib kelib chiqib ket desa bo'ladi. Qo'ymaydi ekan. Qo'ymaydi deyapti. Menimcha bu yerda ham bor-ku, menimcha bu yerda monopoliya bunday olib aytganda. Shofyorlar kelib mana bir uzundan uzoq ochratni tashkil qiladi o'zlaridan, Keyin sotadi. ishlaydi. Olib borib sotadi. O'zlari. Sun'iydi endi bu 200 ming, 100 ming olib boradigan joyga 800 ming naat keldi. Shuni xalq tushuntirib ko'taramiz. Mana shu yerda turgan transport vositalarida kelib, sen shu xalqning xizmatini qilib olayotgan mablag'ingdan daromad solig'i to'layapsanmi deydigan tashkilot yo'q. Yo'q. So'raydigan o'zi yo'q. Sen o'zi shu ishni qilishga nima deydi, litsenziyang, sertifikatlaring, hali balobattarlaring bormi deb so'raydigan odam yo'q. Yo'q. Mana bu mashinalarning hammasi shu joyiga kelib turib oladi, uzundan uzoq ochratni tashkil qiladi. Men bilan sizda ochratimiz kelsak, texnika olib kira olmaymiz. Texnikangiz bor, kelasiz, lekin sizni qo'ymaydi. Qo'ymaydi. Nima qilishingiz kerak? Ochirat deydi, janjal deydi. O'zingizni nima deydi, xizmatingizni qilish uchun, o'zingizni og'iringizni yengil qilish uchun olib qo'ygan texnikangizni o'zingiz olib kira olmaysiz bu yerga. Kira olmaysiz, bermaydi. Ana shunday gap. Denovni ahvoli mana shu. Hurmatli birodarlar, mana Ibod Baxtiyor Kenjayevich, eshitib qo'ying, siz ham Denovda bir hokim bo'lib o'tdingiz, boshqa bo'lib o'tdingiz. Aka, men salgina bir Denovda ham tartibga olsangiz bor. Tartibga. Salgina bir hokimiyat bor, prokuratura bor, ichki ishlar bor, boshqa bor. Salgina bir xalqqa ham bir yon bosingizlar. Amin. İşlaringizga borki omad bersin. Allohning barakasini bersin. Shuni ham olish kerak edi. Olim mana ularni. Mana mashina litsenziyasi bor. Kimsiz mana bu kim qo'ydi? Har kuni shu yerda mana shu mashina. Ularni o'zlari borki tashkil qilib qo'yibdi. Ochildi deguncha o'zlari haydaydi.
Mana yerda o'zingiz texnikangizni olib keling, qo'ymaydi. O'chiratga qara deydi. Ha. Mana mashinalarni qarang mana. Yo'q, hozir ishlamayapti. Lekin bu yerda mashinalar sun'iy ravishda o'chiradi. Probka hosil qilish uchun olib kelib texnikani qo'yib qo'yishdi. Tarif.